Salom do'stlar, skinim to'g'riladi. Hozir skinim buzilib qolyapti. Bo'ldi. Endi do'stlar, bugun sizlar bilan biz avatar ang modini qanday qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni qanaqa mod desangiz. Hozir ko'rsataman. Mana shu modni kartani qanday qo'shishni o'rganamiz. Mana. Ichiga ko'rsatmayman. Mana ichiga kirib ham ko'rsatib beraman. Qanaqaligini. Bittadan siz xohlagan nimani kirib olay aytaman. Do'stlar, juda ham yaxshi mod. Kim ko'rgan bo'lsa albatta. Agar shuni seriallarni qilishni xohlasangiz, like bosib qo'ying. Nachat. Biz mana bu yerdan xohlagan sehrimizni olib kelamiz. Ya'ni yoqtirgan sehring. Do'stlar, yoqtirgan sehrimiz Olovni spekni bosamiz va mana bu yashilni bossangiz mana olov sehri turibdi qo'limda. Ular shunday qilib dushmanlarni yengasiz. Men serialni buni ko'rib olasiz. Bu modni biladiganlarga uni bilmaganlar, uni bilib turib ololmaganlarga bilmay turib ololmaganlarga hozir o'rgatamiz. Minecraftdan chiqamiz va Telegramga kiramiz. Telegramdan do'stlar yozuvga kiramiz va mana bir chiziqcha MS deb yozamiz va mana bu kanalga kiramiz. Mana pastroqqa tushsak mana Avatar Legends Updated Spooka deb turibdi. O'shani bitta bossalaring avataring qo'shiladi. Do'stlar, agar seriallar bo'lishini xohlasangiz, like bosib qo'ying. Hammaga xayr.